Eco Expo Central Asia 2025 xalqaro ko'rgazmasida Qoraqalpog'iston ekologiyasiga bag'ishlangan stend 187 kvadrat metr maydonni egalladi. Mazkur ekspozitsiyada mintaqada erishilgan yutuqlar namoyish etildi. Yaldagi lavhamiz shu haqda. Ayni ushbu stend bugun Orol bo'yi qanday bo'lishi kerak degan savolga to'laqonli javob. Ko'rib turganimizdek, endi ona Orol muqobil elektr energiya olinishida o'z hissasini qo'shadi. Expo markazida Qoraqalpog'iston pavilyoni o'zining ana shunday kreativ yondashuvi va zamonaviy yechimlari bilan alohida ajralib turdi. Shuningdek, ushbu pavilyonda Orol dengizi tubidan olingan tuproq va suv namunalari ham taqdim etildi. Kuzatuvchilar ushbu elementlar orqali mintaqaning kechagi fojiali holati va bugungi tiklanish bosqichlarini yaqqol tasavvur qila olishadi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan Orol dengizining qurib qolgan ultonida bugungi kunda 2 million gektarga yaqin saksovul, qandim, seliy o'xshagan o'simliklarni ekib, changlarni, to'zonlarni, qumlarni ko'tarishini oldini olishga yetishib bormoqda. Albatta, bu qilingan ishlarning hammasi mana jahonning 30 dan ko'p davlatlaridan bugun qatnashayotgan bo'lsa, hammasi kelib qiziqyapti qilinayotgan ishlarga. Bu birinchidan shu cho'lga chidamli, hech qanday suv qo'llanmasdan ekilayotganini bu hammani tajribga solyapti. Yana bir diqqatga molik jihati shundaki, bu hududda ekologik sharoit tiklangani sari tabiiy o'simliklar, shu jumladan dorivor va noyob turlari ham tez sur'atlarda ko'paymoqda. Qoraqalpog'istonda yetishtiriladigan ko'plab o'simliklar xorijga eksport qilinishi yo'lga qo'yilgan. Bu esa hudud iqtisodiyotiga yangi nafas, yangi imkoniyatlar olib keladi. Xalqaro ko'rgazmada Qoraqalpog'iston pavilyoni o'zining kreativ yondashuvi, zamonaviy dizayni va dolzarb ekologik yechimlari bilan boshqalardan ajralib turdi. Natijada pavilyon eng yaxshi stend nominatsiyasi bo'yicha faxrli birinchi o'ringa loyiq deb topildi. Bu yutuq mintaqada olib borilayotgan ekologik islohotlar va barqaror rivojlanish yo'lidagi sa'y harakatlarning xalqaro miqyosida e'tirof etilganidan dalolatdir.